Demak, dastlabki traktorimiz T28 rusumli bo'ladi. 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Holati o'rta holatda, ballonlari yangi, ishlab turgan texnika. Narxi esa 25 million so'm kami bor deb aytishmoqda. Manzil esa Xorazm viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa MT80 rusumli traktorimiz to'g'ri sepadigan apparati bilan birgalikda sotiladi. Holatini esa rasmda o'zingiz tomosha qilib baho bering. Ishlab turgan texnika, xarajati yo'q. Ammo hujjati yo'q deyishmoqda. Qolgan ma'lumotlarni bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Narxi 60 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida. Navbatda esa ushbu ballon sotiladi. 15 ga 5 razmerda, diskasi ham 15 ga 5 deyishmoqda. Narxi 10 million so'm kamaytirib beriladi. Manzil Farg'ona viloyatida Uchtepa tumani. Navbatdagi MT80 traktorimiz sotiladi. Holati biroz eskiroq, lekin ishlab turgan texnika. Ballonlari yaxshi holatda, motor korobka ham yaxshi. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Narxi 30 million so'm kami bor. Manzil esa Farg'ona viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar, yana bir MT80 rusumli traktorimiz sotiladi. Holati o'rta holda, ishga tayyor holatda. Motor korobka zadniy moslari yaxshi, akkumulyator statorlari ham yaxshi. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa MT80X rusumli traktorimiz sotiladi. Holati a'lo darajada. Yilini esa yozib yuborishmagan. Motor korobka yaxshi, hech qanday xarajat yo'q. Narxi esa 135 million so'm kami bor. Manzil esa Samarqand viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir MT80X, ya'ni 3 kolesoli MT80 traktorimiz sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. VOM ishlaydi. Ballonlari yangi, zadniy mos korobka ochilmagan, texnik holati soz. Narxi 150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati deb ma'lumot qoldirishmoqda. Navbatdagi T28 rusumli traktorimiz ham sotiladi. Holati a'lo darajada, motor korobkasi zo'r, rol gidravlika, ballonlari yaxshi, kalitda zavod bo'ladi. Narxi 45 million so'm aytilish narxi albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati deb ma'lumot qoldirishmoqda. Navbatda yana bir T28 rusumli traktorimiz qo'shimcha agregatlar bilan birgalikda sotiladi. Demak, plug, chisel va kombayni bor. Hamma agregatlari zavodskoy. Traktorning texnik holati a'lo darajada, motor korobka hadovoylari yaqindagina kapremont qilingan, motor moy yemaydi, rasxod qilmaydi. Kapitanning remontdan chiqqan elektrik ishlari ham qilingan, faralari ham alishtirilgan, yangi akkumulyatorlar qo'yilgan, xullas hamma ishlar qilingan, rollari ham gidravlika qilingan deyishyapti. Narxi 40 million so'm kami bor, manzil esa Buxoro viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Yumuza traktordan so'ragan akalarimiz uchun navbatda Yumuza traktorimiz sotiladi. Motor korobka hamma joylari radnoy holatda, akkumulyator statorda yonadi, dokumenti bor, qo'shimcha motor zapchaslari bor, plug chizili bor, qo'shib beriladi. Narxi 50 million so'm kami bor, manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa TTZ 8011 rusumli traktorimiz 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Qora motor, korobka yangidek qilib ochib remont qilingan, detal almashmagan, o'ziniki radnoy holatda, rol gidravlika, og'ir ish qilmagan, VOM ishlaydi, bitta kalitda yonadi, dokumenti bor, sariq nomerda. Narxi esa 35 million so'm kami bor, manzil esa Farg'ona viloyati. Yana bir TTZ rusumli traktorimiz sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka zo'r holatda, qora motor ham radnoy holatda, ochilmagan hali deyishyapti. Korobka zadniy moslari ziver holatda, dokumenti bor. Narxi 45 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Samarqand viloyati. Dasturimizda yakunlab beruvchi traktorimiz esa MT82.1 rusumida 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka hamma joy remont bo'lgan, hech qanday kamchiligi yo'q. Zadniy mos korobkaga paytda faqat podshipniklari yangilangan, qolgan narsalari radnoy holatda. Rossiyadan kelgan traktor, narxi 125 million so'm kami bor. Hujjat ham bor, manzil esa Samarqand viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Hurmatli obunachilar, bugungi roligimiz sizlar uchun foydali va manfaatli o'tgan bo'lsa, albatta videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab ketishni albatta unutmang.
Hamda sizda ham sotiladigan traktorlar bo'lsa, marhamat bizga Telegram orqali murojaat qiling. Albatta sizning texnikangizni sotishda yordam qilamiz. Bizning kanalda traktorlar reklamasi 100% bepul.